Oyi, mana shu TikTokka olaylik. Men nima senga? Aktrisamanmi? Men rol o'ynolmayman. Bor-ey, shiniqi. Mayli, men tura qolaman. Voy, yaxshi o'tiribmiz-ku. Soat endi kechki 1 bo'ldi. Yo'q. Bugun ketish yo'q. Shu yerda qolasiz. Yotib ketasiz. Majtimasiga joy tashib beraman. Bu kuxnyada uxlaydi. Oy, Tursun opangga telefon qilyaptilar. Nima deydilar? Har kun telefon qilib 5 soatdan bidir. Gap sotish bo'lsa bo'ldi. Gaplashib. Obbo, yana qilyapti-ya. Alo. Assalomu alaykum, Tursun opa, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Bola chaqalar, hamma yaxshi. Va endi mana sizni sog'inib eslab o'tirdim, opam. Voy, hamma yog'im shunaqa bir zirqirab og'rib ketyapti. Hech mazam yo'q. Hamma gilampardalarni bugun yuvamiz. O'tirurmasdan sinab tez gilamlarni yig'gin-da olib chiq ko'chaga. Homiladorlik davrida ayolni ruhiy holat o'ziga nisbatan farzandni xohlayaptimi, yo'qmi, atrofdagi insonlarni qabul qilyaptimi yoki ulardan qo'rqyaptimi yoki nafratlanyaptimi, hazm qila olmayaptimi, bularni barchasi bolaga ta'sir qiladi. Qanchalik genetika kuchli bo'lmasin, qanchalik uni kuchli maktablarda o'qitmay, kuchli muhitga qo'shishga harakat qilmay, agar homiladorlik davrida bu xohlanmagan farzand bo'lsa, juda ham kuchli og'riq bola uchun ota-ona tomonidan, ayniqsa ona homiladorlik davrida bola uchun butun borliqda va o'sha borliqdan sen bizga kerak emassan degan signal kelib tursa, bu narsa bolani o'zini qadrini bilish, odamlar bilan munosabatlarda o'zini o'sha qadrli, o'ziga ishonchli his qilishga albatta xalaqit beradi va bu hayotda realizatsiya bo'lishga, o'zini o'rni topishga, munosabatlarda baxtli bo'lishga imkoniyat bermaydi. Shu uchun men har doim aytaman, meni ko'pchilik yoqtirmaydi bunaqa meni gaplarimni, bolalarni rejalashtiringlar deyman. Har bitta farzandni tug'ilishiga tayyorlaninglar deyman. Katta farzandni tayyorlaylar, o'zinglar psixologik, jismoniy tayyor bo'lishinglar kerak deyman. Ko'p ma'lumotlar bizda umuman asossiz, faktga asoslanmagan afsona. Odamlar o'zlari o'ylab topdi. Bola rivojlanishi haqida 3 ta afsona. Birinchisi, bu bolaga qancha erta o'qish o'rgatsam, shuncha yaxshi. Aslo unday emas, chunki bolani miyasiga bosim bergan holatda unga harflarni, bo'g'inlarni bog'lash va hokazolarni erta bolalikda o'rgatishga harakat qilsangiz, keyinchalik bu miyada kompensator funksiyani yoqishi va uni nutqida yoki boshqa rivojlanish sohalarida o'zini asoratni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi, bu o'g'il bolalar qizlarga nisbatan kechroq nutq rivojlanadi degani. Aslo unday emas. Bular barchasi individual omillarga bog'liq va uchinchi afsona, bu bolani qancha erkalatsangiz, shuncha boshingizga chiqib ketadi degani. Bu ham albatta afsona. Bola rivojlanishi va tarbiyasi haqida siz yana qanday qiziqarli afsonalar bilasiz? Izohlarda albatta yozib qoldiring va Bola Fakt sahifasiga obuna bo'lishni unutmang. Bola rivojlanishi bilan shug'ullanadigan mutaxassislar bir ovozda jar solishmoqda. Brain rot, ya'ni miya chirishi millionlab bolalarda kuzatilayotgan fenomen. Bu aslida o'zi nima va qanday kelib chiqadi? Ayni bugungi kundagi bolalarimiz soatlab, tinimsiz telefonda o'yinlar o'ynayapti va qisqa video reelslar yoki shortslar ko'rishyapti. Natijada esa ularni miyasida neyrobiologik darajada o'zgarishlar ketyapti. Ya'ni kim ular ko'rayotgan qiziqarli kontent yoki o'yin jarayonida olayotgan rag'batlari ularni miyasida doimiy ravishda sifatsiz dopamin ishlab chiqilishiga sabab bo'lyapti. Odatda esa sifatli dopaminni biz yangi bilimlar, yangi ko'nikmalar shakllantirib yoki do'stlarimiz bilan o'ynagan holatda olishimiz kerak. Siz bu vaziyatga fikringiz qanday? Farzandingiz necha soat gadjetlardan foydalanyapti? Izohlarda albatta fikringizni yozib qoldiring.